Biz shunaqa davrda yashab o'tdikki, biz endi yoshimizga nisbatlaydigan bo'lsak, biz oldingi o'sha SSSR davrini ham qisman ko'rdik va hozirgi zamondagi rivojlanishlarni ham ko'rib kelyapmiz. Shundan kelib chiqib ayta olamanki, oldingi holatdan hozirgi holatni taqqoslasam, hozirgi holatda Z avlod deb aytsak ham bo'ladi. Ya'ni texnologiyaga qaram avlod. Bular juda tez rivojlanyapti-da. Oldinlari masalan 30 yoshda, 25 yoshda erishibdi, karyera qilibdi, bir nimalarga erishibdi desa, zo'r bo'pti, 40-50 yoshda erishmabdi, yoshroq erishibdi deyinardi. U narsa maksimalni orqaga surilib ketyapti. 18-20 yoshda bunaqa narsalarga erishish yaxshi holat deb o'ylayman. Ya'ni uy-joylar, mashinalar, yaxshi qimmat narsalarga erishishlik 18-20 yoshda norma deb o'ylayman. Bunga bitta misol case aytib bera olaman. Bundan bir 4 yilcha oldin Yandex biznesini chaqirganman-da. O'shanda o'sha Kia K5 kelgan. O'shanda bir yaxshi inson bilan suhbatlashib ketganman. Bir gaplashib qolganmiz-da. Bu mashinamni o'zlari yorilib qolganlar. Bu mashinamni o'g'lim olib berdi. Yoshi 17 da deganlar-da. 17 yoshda shu narsaga erishibdi. Adasiga Kia'ni sovg'a qilibdi. Juda xursand bo'ldim. Keyin men savol berdim. Qiziq bo'ldi-da menga. O'g'lingiz nima ish qiladilar desam, chet elda IT sohasida ishlaydi dedilar. Demak, o'sha hozirgi holatda ITlar, yana boshqa anaqalar texnologiyalar rivojlanib ketyapti. Yoshlar demak, pul topishi, ya'ni o'sishi tezlashyapti. 18-17 yoshda bu narsalarga erishish normal holat deb qarayman.